Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va tasodifiy tomoshabin. Bugun sizlar bilan O'zbekiston kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan Unit Bank nomli Telegram bot haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, bu bot orqali biz nimalar qilishimiz mumkin? Bu bot orqali biz botga investitsiya kiritib, bankka o'z pullarimizni foizga beramiz. Ya'ni bank bizni pullarimizdan foydalangani uchun qanchadir miqdorda bizga foiz beradi. Hozir bu yerda ko'rishimiz mumkin. Botga kirib olganingizdan so'ng start tugmasini bosish chiqadi. Start tugmasini bossangiz asosiy menyu bo'limi chiqadi. Mana bu yerda 4 ta katakchani bossangiz, bu yerda botning asosiy bo'limini ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bu yerda mana birinchi tugmacha investitsiya, ikkinchisi hisobim, uchinchisi pul ishlash va to'rtinchisi bog'lanish, ya'ni botni yaratuvchilariga bog'lanishingiz mumkin. Biz hozirda bu yerda ko'rib chiqamiz. Birinchi investitsiya bo'limini ko'ramiz. Investitsiya bo'limiga kirganingizda mana bu yerda tanishtiryapti. Pulingizni kundan kunga hech qanday sarflashlarsiz ko'paytiring. Eng oson va ishonchli yo'li bu investitsiya deyapti. Ya'ni pulingizni ishonchli ko'paytirish yo'li bu investitsiya qilish deb tushuntiryapti. Investitsiya bu siz shunchaki pulingizni sarmoya sayti yoki botga tikib qo'yishingiz mumkin va pullaringiz esa kuniga ma'lum miqdorda ko'payib boraveradi. Pulni olish vaqti yoki turish muddatini o'zingiz kiritasiz va muddatni tugagandan so'ng pulingizni ma'lum miqdorga ko'paytirib keladi. Pulingiz ma'lum miqdorda ko'payib keladi, siz investitsiya kiritganingizdan keyin deyapti. Bu yerda investitsiya kiritish bo'limi bor ekan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Siz botga pul kiritib qo'ysangiz kuniga 1% dan ko'payadi deyapti. 1% kuniga har kuni 1% qo'shib berar ekan do'stlar. Agar siz botga deyapti, mana bu yerda aytyapti, 1000 so'm kiritib qo'ysangiz kuniga 10% dan 10 so'mdan qo'shib boradi va siz kun so'ngida deyapti, o'sha 10 kunlik muddatga kiritish bu yerda ko'rsatib berilyapti ekan. 10 kundan keyin 1100 so'm qilib pulingizni qaytarib olasiz deyapti. 10 ming kiritsangiz 10100 so'm yoki 100 ming kiritadigan bo'lsangiz o'sha 100 mingiz 110 ming bo'lib qaytadi. Investitsiya to'g'ri bu kam, 1%lik kam bo'ladi, lekin bot ishonchli bo'ladi. Foizlar qancha yuqori bo'lsa, masalan 10% bersa, bu degani sizni pulingizni bir kunda tars etib 10% dan yechib beradi-da, sizni pulingizni оборотda aylantirib, darrov obunachilar tarqatib, bot yopilib ketadi. Bunday botlar esa uzoq muddat ishlaydi. Ya'ni sizga pulingizni oladi, olib turib sizga ma'lum miqdorda оборотdan aylantirib, sizga ma'lum miqdorda bonus beradi. Ya'ni 1%. 100 mingga 10 ming bergandan keyin bu obunachilar atrofi o'rtasidagi aylanma pulni ham katta miqdorda aylanmaga aylansa, bu aylanish hech qachon yopilib ketmaydi degani. Bu taxminan botni 3 yoki 4 oy ishlashi mumkin degani. Bot qancha uzoq vaqt ishlashi esa sarmoyadorlarning ko'pligiga bog'liq bo'ladi asosiy holatlarda. Bu yerda ko'ramiz, 5 kunlikka pul kiritishni ko'ramiz. Sarmoya hisobingiz 0 ga teng deyapti. Bu yerda mana orqaga qaytib olamiz. Orqaga qaytib olib, mana bu yerda investitsiyalarim bo'limi bor ekan. Ya'ni bu yerga investitsiya kiritsangiz, kiritilgan pulingiz, chiqariladigan pulingiz ko'rinib turar ekan, ya'ni foydangiz. Chiqariladigan pulingiz foyda deyiladi. Masalan, jami hisobda qancha foyda olishingiz bo'ladi. Investitsiyalar soni 0 ta deyapti. Qaytamiz bu yerdan ham. Yaxshisi bu yerdan investitsiya bo'limini tanishtirib chiqdim. Endi hisobim bo'limiga o'tamiz. Hisobim bo'limida sizning bot hisobingiz, bot va vazifa, foydalanuvchi deyapti. ID raqamingiz, asosiy balans, sarmoya balansi deyapti. Takliflar, kunlik kiritilgan pul va Unit Bank Offline 2013. Bu menimcha 2013-yilda yaratilgan bank bo'lishi mumkin. Asosiy bankni o'zi yaratgan bo'lsa, agar rostdan shunday bank bo'lsa, o'sha bo'lishi mumkin. Bu yerda hozir pul kiritib ham ishlaymiz. Pul ishlash bo'limi do'stlar, taklif havolalar orqali do'stlaringizni taklif qilib 100 so'mdan berar ekan bitta taklif uchun. Ya'ni 10 ta taklif 1000 so'm, 100 ta taklif qilsangiz 10 ming so'm yechib olishingiz mumkin. Shunchaki botga taklif qilganingiz uchun odamlarni. Kunlik bonus, kunlik bonusga 100 so'm berdi. Bu qancha miqdorda belgilanganini men ham bilmayman do'stlar. Bog'lanish tugmasi orqali mana murojaatingizni yozib qoldiring deyapti. Bu yerda
Kal markaz, ya'ni botni asosiy yaratuvchilariga to'g'ridan-to'g'ri chiqishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Endi esa bu o'tga pul kiritib, investitsiyaga qo'yib ko'ramiz. Hisobim bo'limiga kirib oldim. Pulni yechish, pulni almashtirish, hisobni to'ldirish turibdi. Hisobni to'ldirishga bosamiz. Mana bu yerda 2 xil kartaga deyapti. Uzkart, Humo istaganingizdan to'ldirishingiz mumkin deyapti. Men Uzkartdan to'ldiraman. Mana bu raqamni mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Karta raqam deb shu 62 yigitni qilib ko'rsatib qo'yibdi. Shuni ko'chirib olamiz, nusxalab olamiz va Paynet ilovasiga o'tamiz. Men hozir anoni to'xtataman va to'lovni qilib bo'lib qaytib kelaman. Mana do'stlar, botga to'lovni qilib oldim, kartadan pulni to'ladim va to'lov qildim tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng to'lov miqdorini yuboring deyapti. To'lov miqdorini yuborishimiz endi men 100 ming so'm kiritdim. 100 ming so'm yuboraman bu yerga. To'lov haqida chek qog'ozini kiriting deyapti. Chekni yuboramiz. Mana bu yerda chekni saqlanib qilib oldim. Biroz kuting, sizni admin yuborildi deyapti. Adminga, ya'ni balansimizda, ya'ni biz to'ldirgan nomimiz yuborildi. Mana do'stlar, hisobimizga 100 ming so'm qo'shildi. Darhol qo'shyapti. Demak, bu yo avtomatik yoki adminlari juda tez ishlashadi. Endi investitsiya bo'limini bosamiz. Investitsiya kiritish. Sarmoya hisobingiz 0. Nega bunday deganini tushunmadim. Hisobim bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mana bizni olgan bonusimizgacha turar ekan do'stlar. Asosiy balansimizda 100 ming so'm, 100 ming 100 so'm pul bo'libdi. Buni almashtirish degan tugma bor ekan bu yerda. Almashtirish orqali asosiy balansimizdagi summani ya'ni ono balansga almashtiramiz ekan. 100 ming so'mni hammasini almashtiramiz. Muvaffaqiyatli almashtirildi. Hisobimga kirib ko'ramiz. Hisobimda asosiy balansimda 100 so'm qoldi, sarmoya balansimda esa 100 ming so'm qoldi. Bu bo'ldi do'stlar. Endi biz investitsiya bo'limiga kiramiz. Investitsiya kiritish va biz eng kamiga qo'yib ko'ramiz 5 kunlikka. $100 ming so'm kiritamiz. Mana aytyapti do'stlar, bu yerda sarmoya ma'lumoti kiritiladigan kun 5 kunga kiritasiz deyapti. Kiritiladigan pul 100 ming so'm, chiqariladigan pul esa 105 ming so'm deyapti. Ya'ni 5 ming so'm foyda beramiz 5 kunda senga deb tushuntiryapti bu yerda. Agar davom etishni xohlasang deyapti, tasdiqlash tugmasini bos deb gapirilyapti bu yerda. Mana biz tasdiqlashni bosamiz. Investitsiya muvaffaqiyatli qabul qilindi. Endi investitsiyalarim bo'limini ko'ramiz. Investitsiyalarimni bosamiz. Bu yerda mana kiritilgan pul 100 ming so'm ko'rsatib beryapti. Bu yerda hali beri chiqmaydi ekan foydamiz do'stlar. Foydamiz общий bo'lib chiqadi shekilli. Investitsiya holati, ya'ni mana investitsiya qilish yo'qolib qoldi do'stlar. Investitsiya holati degan narsaga o'tib qoldik. Bu yerda mana kiritilgan pul 100 ming so'm, chiqariladigan pul 105 ming so'm yozib qo'yibdi. Agar investitsiyani bekor qilishni sangiz kiritgan pulingiz qaytariladi. Agar investitsiyani qaytarib olsak do'stlar, kiritgan pulimiz qaytarib berilar ekan, faqat bot ishlab bergan puli bizga berilmas ekan. Shuning uchun biz ortga qilib chiqib ketamiz. 5 kun o'tgach, o'sha muddati yetib kelgach, biz hisobimizdan pullarni yechib ko'ramiz do'stlar. Mana do'stlar, shu botimiz shunday ishlaydi ekan. Bu yerda mana ko'rsatib berdim. Pul ishlash bo'limini ham, taklifnoma degan joyini olasiz. Buni olib do'stlaringizni tarqatib maksimum foyda olishingiz mumkin. Hali bu bot balki konkurslar uyushtirar, juda ko'p, hali yangi ochildi. Kechagina ochildi do'stlar. Hali bu bot yangi va botlar bilasiz, sarmoya tushgan sari ular ko'proq harakat qiladi, ko'proq pul olishga harakatlanadi, ko'proq оборотga chiqishga harakatlanadi barcha bot. Xuddi shunday bu botda ham
Оборot kattalashgan sari turli konkurslar bo'lib borishi mumkin. Do'stlar, xayr salomat bo'ling. Videomiz shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bot taklif havolasi va kommentariy va opisaniyada bo'ladi. O'ta bemalol investitsiya qilib pullaringizni foydaga chiqarib olishingiz mumkin. Xayr salomat bo'ling.